Instagramda portlatgan Rabaklin pilisosi va nihoyat meni ham uyimga yetib keldi. Vodiy bo'ylab reklamalari besplatni ekan, shundan foydalanib men ham ularni chaqirdim. O'zimizni oddiy pilisoslardan juda katta farq qilar ekan. Bizning pilisosimiz o'zidan shunaqa chang chiqarib bersa, Rabaklin xuddi shu changlarni o'ziga yutib oladi. 1 minut ishlatishganda havodagi shuncha changni o'ziga yutgandan o'zim to'g'risi juda hayratda qoldim. Bu nasatkasi gilomingizni tagidagi changgacha o'ziga yutib olar ekan. Yozni issiq kunlarda ko'chaga olib chiqib qoqishingiz hojat qolmaydi. 3 yil avvalgi gilamimni xuddi yangidek qilib vorsini ham ko'tarib berdi. Ozgina joydan shuncha chang chiqib suv qorayib ketganiga o'zim to'g'risi hijolat bo'lib ketdim. Rabaklinning eng zo'r xususiyati butun chang musillarni o'zidagi bachoqiga saqlab qolar ekan. Yuvishini ko'rsatish uchun gilomimizga narsa to'kamiz deshganda boshida to'g'risi ko'nmadi. Lekin xodimlari dog' ketkazmasa yangi gilam olib beramiz deb baribir ko'ndirishdi. Oilaviy to'planib olib endi qanaqa qilib ketkazar ekan deb qarab tursak 2 sekundda yangidek qilib qo'ydi. Shu nasatkasini ko'rgandan keyin to'g'risi men bu Rabaklinni olmasam bo'lmaydi deb turib oldim. Zo'r tomoni gilamingizni yuvib sirazu quritib qo'yar ekan. Ko'chaga olib chiqib quritishingiz hojat qolmaydi. Mana ketkazadi degandim-ku deb endi gilamimdan chiqqan kir suvni ko'rsatishlariga ham Rabaklin qiziq bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz zo'r skidkalarda qilib berishadi.